Aziz vatandaşım, ben bana Ulum Harhaccan, Surxondaryo облысы Sho'rchi shahri Emisli mahalli Paxtakor ko'chada yashaymiz. Yolg'izgina o'g'lim, hali o'zi juda yosh, jigar yetishmovchiligi bo'yicha jigar suyuq kasaliga duchor bo'lgan. Eng og'ir duchori Hindiston deyapti. Agar yordam bersalaringiz juda yaxshi bo'lardi. Yordamlarga juda muhtojmiz. Ikkita yoshgina qizi bor. O'zi yoshligidan otasi katta bo'lgan. Ikkita qiziga o'zi boshqa shu katta qizi. Meni ham suyarim tog'im. Oilamda yolg'iz boquvchi farzandim. Qilgan ehsonlaringizni Allohim izlariga qabul qilsin. Iltimos sizlardan ehsonlaringizni begona qilmanglar. Yolg'izgina o'g'limga yordam qilinglar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men xo'jayinim mana Mahmudov Farhod. Gepatit B kasalligi sirroz bilan kasallanib qoldilar. Hozirgi kunda mana Hindistonga keldik. 3 kun bo'ldi. Banitsadamiz. Aeroportdan to'g'ri banitsaga kelganmiz. Ahvollari og'ir bo'lgani uchun tezroq kelishga majbur bo'ldik. Mablag'imiz hali to'liq yig'ilmagan. Gruppa ochgan edik Telegram kanalida, Telegram platformasida. Ahvollari og'ir, xo'jayinimda qorinlarida kuchli og'riq bor, oyoqlarida shish bo'lyapti. Analizlar topshirildi 3 kun. Endi 5 kunda javobi chiqadi degan. Vatandoshlar, ehsonlaringiz bo'lsa ehson qilinglar. Bir insonni to'liq hayotga qaytishida ko'mak beringlar, iltimos.